Qish beg'ubor va orzu umidlar faslidir. Ana shunday pok his-tuyg'ular har bir qalbni shubhasiz shirin va totli lahzalarga oshno etadi. Ushbu faslning ko'rkli bayrami Yangi yil esa bolajonlarga olam quvonch, kattalarga yoshlik sururini bag'ishlaydi. Aslida har bir bayram bolajonlar bilan totli, ayniqsa Yangi yil shodiyonalari ularga beg'ubor orzu-umidlar, mehr-oqibat va yangi marralar olib kelishini intiqlik bilan kutadilar. Yurtimiz bo'ylab Yangi yil bayrami arafasida turli tadbirlar ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda. Ushbu shodiyonlar ayniqsa bolajonlarga o'zgacha zavq bag'ishlamoqda. Buxoro shahridagi 29-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham o'tkazilgan bayram tadbiri bolajonlarga bir olam quvonch tuhfa etdi. Tadbir katta archa atrofida uyushtirilgan badiiy dastur bilan yanada fayzli bo'ldi. Qorbobo va Qorqiz, turli ertak qahramonlari obrazlari ishtirokidagi sahna ko'rinishlari bolajonlarga olam zavq ulashdi. Iqtidorli o'g'il-qizlarning sho'x qo'shiqlari, tarona va raqslari barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Mehr-oqibat, ezgulikning yovuzlik ustidan hamisha g'olib chiqishi, inson farzandi doimo yaxshilik va xayrli ishlarga intilib yashashi haqida hikoya qiluvchi ertak spektakli namoyish qilindi. Bayramona bezatilgan archa atrofida tashkil etilgan o'yin-kulgular bolajonlarga olam quvonch, shodlik, hayajon, ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi.